Xitoylik muhandislar shunchaki ortiqcha suvni chiqarib yubormoqchi bo'lishgandi, ammo yakunda aql bovar qilmaydigan darajada go'zal sharshara hosil bo'ldi. Guizhou mintaqasida yil bo'yi tog'lardan juda ko'p miqdorda suv oqib tushadi va undan sug'orish ishlarida foydalaniladi. Muammo shundaki, suv haddan tashqari ko'p. Shu sababli dara yaqinida suv saqlash tizimlarini qurishga qaror qilindi. Rezervuarlar to'lganda suv 150 fut balandlikdagi ko'prikdan pastga qo'yib yuboriladi va sun'iy sharshara hosil qiladi. Bu shunchaki turistik maskan emas, balki puxta o'ylangan muhandislik yechimidir. Sharshara faqat rezervuarlar to'lgandagina ishlaydi. Bu esa ko'pincha yomg'irlar mavsumida yuz beradi. Suvni isrof qilish o'rniga u dara bo'ylab pastga qarab yo'lini davom ettiradi va minglab tashrif buyuruvchilarni o'ziga jalb etuvchi manzarani yuzaga keltiradi. Qurg'oqchilik mavsumida suvni tejash maqsadida sharshara ishga tushirilmaydi. Biroq yomg'irlar mavsumida suv omborlari to'lganda suv devori ko'prikdan daraga quyiladi va changsimon tomchilar bulutini hosil qiladi.